Assalomu alaykum, Yom Cosmetics hurmatli xaridorlari, sizlar uchun bugun Huda Beauty liniyalarini obzor qilib beraman. Yuzimga hech nima tushmadi, nima deydi, yig'ilib qolyapti, tonalkalarim, pudra yuzimga yotmayapti, ba'zi umuman turmayapti yuzimda deydigan qizlar, yaqinroq kelinglar. Sizlar uchun mana Yom Cosmetics obzor boshladi. Birinchi bo'lib primerimizni olamiz. Huda Beauty primeri nomer 1 primerlardan hisoblanadi. Qizlar mana qaranglar. Mana va shunaqa teksturasi yumshoq, yog'li yuzga ham, quruq yuzga ham kombinirованный любой ko'jaga tushib ketaveradi bu. Umuman ko'ja tanlamaydi. Mana уже mana ketidan endi Hudani o'zini tonalkasini obzor qilamiz. Mana ko'rdinglar-ya. Ketdik mana bizning o'zimizni mashhur sponjikimizda. Mana